Dadajon, sizga keliniz bilan bir yangiligimiz bor. Yaxshida, qanaqa yangilik ekan? Dadajon, siz yaqinda bobo bo'lasiz. Iya. Aytdim men sizlarga. Sabr qilsanglar oradan ola bitar deydi. Allohga afsonalar bo'lsin. Mana juda zo'robdi-da qizim. Allohim bunlarni bersin. Ne yaxshi bo'libdi-da. Chiroyli duo qilib bering dadajon. Qani ilohim, ey Parvardigor. Shu qizlarimiz bilan shu o'g'limizni ham ular tancham sog' qilsin. Shu farzand berganlarga rost bo'lsin. Doim to'g'ri to'zimaylik. Uyimizda bola-chaqaning ovozi ko'payaversin. Allohga Endi sizdan qolgan oshnalaringizga o'xshagan birolar ko'tarib berasiz dadajon. Rahmat, juda yaxshi bo'libdi-da. Shu uyimizda ancha ovoz eshitiladi. Oyijon ham ancha xursand bo'lib qoladigan bo'ldi. Yaxshi bo'libdi. Umrlardan baraka toping. Rahmat dadajon, boringlarga shukr. Shuncha yildan beri farzandsizlik orqasidan yomon demadingiz. Hammasi uchun rahmat dadajon. Mayli, omadinglarni bersin, Allohim bergan rost bo'lsin. Sabr degan oltin deydi, sabr qilish kerak-da qizim. Albatta. Tong otganin sira bilmaydi, tushlarida kunduz yig'laydi, uyqusida yostiq silaydi, tirnoqqa zorayon, tirnoqqa zorayon. Beshik yasab qo'ygan onasi, tirnaladi ko'rsa yarasi, xabar kutar har oy orasi, tirnoqqa zorayon, tirnoqqa zorayon. Go'dak payti qo'g'irchoq o'ynab, alla aytib yurardi quvnab, alla aytib pichirlatarlar, tirnoqqa zorayon.